xuddi shu mahalladachi o'zi 1 sotix yeri narxi 50 ming dollar atrofida, lekin taxmin qilib turinglar, 6 sotiqli uchastkamiz chiqyapti, narxini nech puldan deymiz. Mahallani ko'ryapsizlarmi? Chilonzor tumani Beshqo'rg'on mahallasi bo'pti. Keng, fayzli, tinch mahalla, bir xilda uchastkalar ketayotgan bo'pti. Umumiy yer maydoni 6 sotiqli uchastkamiz srochno sotiladi. Old tarafdan o'zini zahva joylariga ham ega, bitta, ikkita, uchta oyna ketyapti. Taxminan fasadi 20 metr, ichkariga 30 metr kiryapmiz. To'g'ri to'rtburchak yer maydoniga joylashgan. Ichkari tarafdan ko'radigan bo'lsak, kiraverishga 2-3 ta mashina qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. Menimcha avtoparkovniy joyda umuman muammo bo'lmasa kerak. Bu yoqda keyin katta asosiy binosi remontlarini o'rtacha holatda kelib bemalol yashayman desanglar ham bo'ladi. Umumiy hisobda 7 xonali plus 2 ta kuxnya joylashgan bo'pti. 7 xona plus 2 ta kuxnya 6 sotix yer maydoniga joylashgan Chilonzor Beshqo'rg'on mahallasida. Lokatsiyada 1 sotix 50 ming dollar atrofida. Sizlarga uchastkamizni 1 sotixini 37 ming dollardan ko'rsatamiz. Pastda mana shu joy egalari nomerini qoldiramiz. Bemalol savdolashib olsanglar bo'ladi.